Faqat disclaimer. Bugun biza TNT'larni portlatamiz. Butun dunyoni yo'q qiladigan TNT'lardan boshlab atom TNT'larigacha. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yana 50 ming TNTdan portlatamiz hozir. Qanunda ketdik. Men IQ-daram o'taman. Nimaga? Men suvga bekinaman. Yo, suvga bekinishdan foyda yo'q. Ba'zi do'stlarim pastga bekinishibdi, lekin menga gitara, bombalar tarqalabdi va bitta do'stim omon qoldi. Sen nimaga omon qolding? Meni IQ darajam baland bo'lgani uchun omon qoldim. Mayli, bu safar omon qoldim. Bu safar 100 mingta TNT. U to tepaga chiqquncha raketalar otib turadi. Qanunda ketdik. Tezroq chiq. Oxirgi bo'lgan chili edi. Tezroq, machili yegim kelmayapti. Raketalar otishni boshlab yubordi. Tezroq, Kris. Yugur tezroq. Yo, men tez yugurolmayman. Yo'q, Kris, sen o'lding. Karlni oldiga kelyapti. Karl, tezroq. Karl ham o'lib qoldi. Yaxshi. Chandler. Sen omon qolding, shuning uchun chili yemaysan. Bu safar 250 ming TNTni portlatamiz. Agar omon qolsangiz, agar yutqizsangiz, oda bolalar bilan otib tashlaymiz. Qanunda ketdik. Qoch. Yo'q. Men shunda tagidaman. Yo'q. Tezroq qochish kerak. Yo'q, men yiqilib tushdim. Yo'q. Men bir blokka sakra olmadim. Bir blok edi, xolos. Va do'stlar, o'yinchoqlar bilan otib tashlaymiz ikkalasini. Va endi telefon TNTlar 500 ming TNT otadi. To'xtaydi. Qanunda ketdik. Agar qilolmasangiz, endilikda anjuman o'tkazinglar. Davay. Yo'q, men qilolmayman. Qo'lim yerga tegib qoladi. Shuning uchun tezroq qoch. Hamma nima qilishim kerak? Shunda yonimda portladi. Yo, tezroq qochish kerak. Yo, TNTlar. Mana shitda bekinib turaman. Aykun baland mana. Sen bekinib turib yurishim mumkin. Nima? Men omon qoldim. Bu chenida ham ikkalangiz omon qoldingiz. Shuning uchun yetanjuvayt. Bugun men gubga butun shaharni yasadim va unga atom bombasi tashlayman. 1 million TNT. Va yutqizgan chelakda o'ynaydi. Mushuk chelakda. Tezroq qoch. Men Padrikni orqasiga bekindi. Padrik. Yo, men o'ldim. Men xaritadan ham chiqib ketdim. Nima bo'lyapti? Agar sizlar ananasli uyni ikkinchi etisga chiqqanda yutadilar. Bu safar 5 million TNT 3 ta baqirdi. Endi chelak. Sirdaryo tilida. Buyurtganga priz beramiz. 3 ta iPhone 16 otasiga. Mana otam uni ishlata olmaydilar. Va hozir men tarafga kelyapti. Yo. Men mushukcha yo, Mr. Pesla. Burgerlar bu juda katta. Mana burger xonamga tegyapti. Uni olib tashlayman shekilli. Vazirni olib tashladim. Mana burger xonamga teggani uchun. Uchta iPhone 16 ni otasiga mana otam manzili. Bu safar samoviy biz
baza topib oldik. Harbiylarning bazasi albatta. Bunga 10 million tana o'tadi. Va yutqizgan xonasiga telefon qilib men omadsizman dedi. Do'stlar, shu videoning ikkinchi qismini ko'rishni xohlasangiz kanalga obuna bo'ling.